Amerika Avam Palatası Reisi Nancy Pelosi'nin Xitayning qarshilik qaramay 2 Avgust kechqurunda Tayvanga berib ziyoratini boshlavatgan. O Tayvanga tushganda bayonot berib, Amerikaning bu qatimliq ziyaratining maqsad nishonini dunyoga oshkorlagan. Nancy Pelosi'ning maxsus aeroplani 2 Avgust kuni Tayvanga menishning oldida Xitoy taraf urush aeroplanlari va paraxotlarni Tayvan atrofiga avatib qattiq aybi ko'rsatgan. Amerika dengiz armiyasi buningga javoban harbiy tayyorlik ko'rgan. Buning bilan Nancy Pelosi'ning Tayvan ziyorati Amerika-Xitoy o'rtasidagi harbiy to'qinishga pilti bo'lib qolishi mumkin degandek taxminlarni o'tirg'a qo'yildi. Pelosi Tayvan parlamentini ziyorat qildi va Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Amerika boshchiligidagi g'arb ellari Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak silish jinoyat qilmishlariga qarshi yo'lga qo'yilgan embargo hamda aloqador siyosatlar Xitoy iqtisodining tuvallishiga ko'rinarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ishlardan bearam bo'lgan Xitoy xalqaro savdoni ilgari surish kengashi bu vaqtda maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Amerika va g'arb ellariga hujum qilib, Amerikaning Sharqiy Turkistonga munosabatli doklad va siyosatlarning Sharqiy Turkistonni qalaymuqallashtirish va Sharqiy Turkistonni ko'zir qilib, Xitoyni kontrol qilishga urinishlarining aniq ifodasi ekanligini bildirgan. Xitoyning Davlatlik Sahiya komiteti 2025-yilga borganda nopsining aziydiganligini doklad qildi. Ma'lum bo'lganidek, dunyodagi nopsi eng ko'p bo'lgan Xitoyda tug'ishga ilhom berish uchun rag'batlantirish faoliyatlari davomlashmoqda. Shuning bilan birga kommunist hukumati Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni davomlashtirmoqda. Turkiya, Ozarbayjon, O'zbekiston tashqi ishlar, savdo va qatnash ministrlarining uch taraflik uchrashishi tunugun O'zbekistonning poytaxti Toshkentda o'tkazildi. Yig'inda Kaspiy dengizi, Sharq-G'arb markaziy koridori qatorliq 3 davlat o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalalar muzokara qilindi. Yig'in oxirida Turk dunyosining farovonligini oshirish maqsad qilingan Toshkent xitobnomasi imzolandi. Yangi Zelandiya parlament a'zolari Xitoyning sonliq ma'lumotiga erishishdan ansirab, TikTokni ishlatmaslik to'g'risida ogohlantirilgan. Oldingi Avam palatasining boshlig'i Trevor Mallory har qaysi partiyalarga parlament a'zolarining parlamentda ishlatadigan telefonni va uskunlarda bu appni ishlatmasligi to'g'risida ogohlantirish evatgan. El xatda mundaq deyilgan: Bunda qilish uskuningizdagi sonliq ma'lumotlarni Xitoy shirkati va hukumati ziyorat qila oladigan bexatarlik xavfi elib kelishi mumkin. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nicholas Burns Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi'ning Tayvanga qilgan ziyorati haqida Xitoy tashqi ishlar ministrligiga chaqirildi. Egilnicha Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Shi Yifeng Amerika bosh elchisi Borisni tashqi ishlar ministrligiga jiddiy chaqirib, Xitoy hukumatiga vakolatan Amerikaga kuchli norozilik bildirgan. Yana bir tarafdan Yaponiyaning Okinawa orolidagi Amerika havo armiya bazasidan urush aeroplanlarining ushqanligi e'lon qilindi.